biz o'z jamoamiz bilan birgalikda "Siz ekologiyaga oid qonunlarni bilasizmi?" nomli ko'rik-tanlovga qatnashyapmiz. Bu tanlovda hamma o'zini loyiha ishlarini ko'rsatdi, hamma o'zini tanishtirdi. Hududni men misol uchun hududlarda bunaqa o'qishlar borligini bilmasdim. Toza havosiz yashash yo'q deb tasavvur qilaman. Yoshlarni ekofaollikka jalb qilish uchun tuzilgan tadbir hisoblanadi deb o'ylayman. Zararli tutunlar chiqayotganda insonlarning nafas olishiga yomon ta'sir ko'rsatgani tufayli ekologiya hozirgi kunda dolzarb mavzuga aylanmoqda. Ekologiya haqida ayrim ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. Bu esa bizni ilmiy manbalarimizni oshirib kelmoqda. Bilimlarini oshirish, ekologiyaga muhabbat qo'yishini ta'minlab bermoqda. Ekologiya haqida, tabiatni asrash haqida men kichik sahna ko'rinishlarida qilib ham o'zlariga ancha yetarli ma'lumotlarni olishyapti. Bu albatta kerak.